Avtobozor kanaliga e'lon qanday joylanadi? Mana siz botga kirganingizdan keyin Start tugmasini bosasiz. Hop, bu yerda salomlashuv va sizdan so'raydi e'lon berish tugmasini bosing yoki video qo'llanmani ko'ring. Video qo'llanma shu siz ko'rib turgan video hisoblanadi. Hop, biz endi e'lon berishni bosamiz. Mana e'lon berish kiritildi. Hop, sizdan so'rayapti. Mashinangizning modeli va pozitsiyasini kiriting deyapti. Sizda misol uchun bu yerda Cobalt kiritganmiz. Nexia 3 bo'lishi mumkin. Nexia 3 avtomat bo'lsa, sizda mana avtomatni belgilaysiz. Buni modeli ketdi. Endi yilini keting. Misol uchun 2020 tur. Bunday qilib yil deb qo'ysiz, yanada chiroyli chiqadi. Hop, keyingisi. Probegi. Misol uchun 18,000 kilometr. 18,000 kilometr. Hop, kraskasi. Endi mashina yangi bo'lsa, yaxshi bo'lsa, toza deysiz. Masalan, qolgan bir ayb nuqsonlari bo'lsa yozib keting. Misol toza deb belgilab ketamiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni kiriting. Endi sizda nima ma'lumot bo'lsa, hammasini kiritasiz. Misol uchun polik, chexol, monitor, shumka, 4 ta yangi balon, motor holatini, qaysi holat bo'lsa kiritib ketishingiz mumkin. Bu o'zingiz ixtiyoringizdagi narsa. Misol uchun biz polik chexol deb polik qo'yamiz. Misoldagidek polik chexol. Shumka deb qo'yamiz yana qo'shimcha. Shumka. Bunisi ham to'ldirdi. Endi yoqilg'i turini tanlaysiz. Misol uchun sizda faqat benzin bo'lishi mumkin yoki benzin, gaz bo'lgandan keyin gaz, metan, propan bo'lishi mumkin. Biz benzin deymizda. Benzin hozir ko'pchilik propan qo'yapti. Propan deb ketamiz. Propan. Benzin, propan. Ketdi. Narxini kiriting. Misol uchun 8,700. 8,700 dollar. Ketdi. Telefon raqamingizni kiriting. Misol uchun o'zingiz telefon raqamingizni kiritasiz. +99 890 123 45 67. Misol uchun o'zingizning raqamingizni kiritasiz. Keyingisi manzilni kiriting. Manzil sizda misol uchun Andijon Asaka deylik. Manzil kiritildi. Endi rasm yuboring deyapti. Hozir menda Nexia 3 tika yo'q ekan. O'rniga Cobalt kiritib ketaman. Endi siz ixtiyoringizdagi 3 tami, 4 tami, 5 tami, 6 tagacha kiritsangiz bo'ladi. Men hozir misolga 2 ta kiritib ketdim. Rasm yuklanyapti. Rasm yuklandi, mana rasm qabul qilindi. Xolos yana 4 ta jo'natishingiz mumkin deyapti yoki OK tugmasi yozib turib matnni jo'natib yuborasiz. Bo'ldi. E'lon qabul qilindi. Mana siz e'loningiz kelib tushdi menga. Mana ko'raman. Mana siz hozir yuborgan e'loningiz, misol uchun modeli, narxi mana shu ko'rinishda keldi. Men bu yerda siz e'loningizni tasdiqlab yuborsam, mashina avtomatik mana avtobozor kanaliga o'tib chiqib ketadi. Va sizga mana shu ko'rinishda e'loningiz qabul qilinganligi haqida xabar keladi. Mana e'lon havolasi degan joyda bossangiz, hozirgi sizning e'loningizni ko'rsatadi mana. Hozir biz kiritgan e'lon mana shu narsa. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.